Bugun mana bizlar Bo'stonliqqa keldik. Bu yerda Shayx Umar Vali Bog'istoniy. Shayx Umar Vali Bog'istoniy bu Shayx Xo'jaror Valini, Samarqanddagi Xo'jaror Vali shayxni Xo'jaror Vali bu kishiga evara ekanlar. Samarqanddagi Xo'jaror Vali shayx bu kishiga evara ekanlar. Mana shuni qabridan, shu odamning qabridan ziyorat qildik. Bu odamning qabri ana qaranglar. Toshkent. Ana shunaqa joyda joylashgan, tepada qabrlar. Hozir restavratsiya ishlari ketyapti. Buni ko'rsatib qo'yamiz. Hammasi ma'lum. Podvalda qabrlari tepada tosh turibdi. Mana Chorvoqning boshi, Chorvoqning suvi mana shuncha kamaygan. Men turgan joyiga hozir Chorvoqning suvlari kelishi mumkin. To'lsa agar mana shu yerlargacha Chorvoqning suvlari keladi. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlar uchrashaylik. Dilnorat aka mana syomchi grupam hamma ishlayapti. Mana bolalar joylarni ko'rib, rakursni qarab joy qidiryapti. Qanaqa olaylik, nima olaylik deb hamma shu ish bilan band deganday. Mana narigi tomoni shu Chorvoq boshlilar ana shu yer. U yoqda ham yana ancha bor, 1 kilometrcha. Endi nima ekan? Asosiy Chorvoqning boshlanishi mana shu joylardan boshlanadi. Salomat bo'linglar. Tog'larni qaranglar. Tog'larda qanaqa tuman bosgan tog'larni hozir. Qoram bor, narigi tomonda qoram bor ekan ozgina. Bu tomonlarda lekin qor yo'q. Bu yoq chegara mana shu birinchi tog'ning u yog'i chegara. Katta. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlar uchrashaylik.